Vaksina va antibiotiklar bir-biridan qanday farq qilishi haqida bilarmidingiz? Assalomu alaykum. Men Mahina Savurova, Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutining xodimasiman. Vaksina va antibiotiklar bir-biridan qanday farq qilishi haqida bilarmidingiz? Vaksina va antibiotik bir-biridan maqsadi va ishlash mexanizmi jihatdan farq qiladi. Vaksina bu profilaktik vosita bo'lib, u organizmni oldindan kasallikka qarshi tayyorlash uchun ishlatiladi. Vaksinalar odatda virus yoki bakteriyalarning zaiflashtirilgan yoki o'lik shakllarni o'z ichiga oladi va immunitet tizimini ularni tanishga va himoyalashga o'rgatadi. Masalan, gripp, qizamiq yoki COVID-19 ga qarshi vaksinalar. Antibiotik esa faqat bakterial infeksiyalarni davolash uchun ishlatiladi. U mikroblarni to'g'ridan-to'g'ri yo'q qiladi yoki ularning ko'payishini to'xtatadi. Virusli kasalliklarda esa antibiotiklar mutlaqo foydasiz hisoblanadi. Shuning uchun ularni bir-biridan to'g'ri farqlash hamda qo'llash muhimdir. Kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olish afzalroq hisoblanadi. Shuning uchun vaqtida vaksina olishni unutmang.